Sen menga qizil boshga jur'at etyapsanmi? Men yetkazib beruvchi bo'lganimda menga e'tibor bermadingiz. Endi esa multimilliarderman. Men seni o'zimga noloyiq his qilaman bilsang. Jahon fond bozorida sirli odam o'zini ko'rsatdi. 10 daqiqa ichida butun bozorni egallab oldi va hozirgi holati 3 mingdan ortiq kompaniyalarga rahbarlik qilyapti. Bu sabab ishlar ko'tarilib bormoqda. Barchangiz eshitdingiz. Aytilayotgan barcha yangilikni tinglang. Har ehtimolga qarshi o'sha sirli biznesmenni toping. Prezident Su, buni yaxshi qaror deb o'ylaysizmi? Faqatgina shu yagona umidimiz. Bu kim edi? Buyurtma raqami oxiri 4-8 bo'lgan. Chiroyli ayol ko'rinsangchi. Sujuxi, maktab go'zali bo'lgan Sujuxi. Siz Chenmomisiz? Sen buyurtma berganmiding? Maktabning go'zal qizi, siz ovqatlanishingiz kerak. Prezidentimiz Su hozir ovqatlanadigan kayfiyatda emas. Kompaniyamiz kapital tanqisligiga duch kelgan. Agar hozir hal etmasak, barcha mehnatlar samarasiz bo'ladi. Kapital yetishmasligi? Avvalroq aytganingizda yordam berardim. Qancha pul kerak? Chenmo, mehribonligingni qadrlayman, lekin pul masalasida faqatgina bitta odam yordam bera oladi. Bu o'sha sirli biznesmen. Jahon fond bozorida yetakchilik qilyapti. Faqat u yordam bera oladi. Birja? Magnat? U haqda gapiryapsizmi? Aksiyalarni sotib olgan odam haqida. Ahmoqmisan? Bunga 800 milliard sarflagan. O'sha sirli odam jahon fond bozorini saqlab qoldi. Uni ahmoq deyapsanmi? Bilsangiz agar u oddiy inson, men uni taniyman. Uni taniysanmi? Chunki u odam bu menman.